Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana keyingi zakazlarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Bu yerga 5 dona deraza, 6 dona eshik qo'yib berdik. Inshaalloh juda go'zal chiqdi. Krashvinli holati qo'yib berdik. Kimga qanaqa xizmat bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Mana krashvinli deganda bu kraska sepiladigan, tayyor laminat emas, bu krashvinli mana shunaqa. Xudo xolasa mana kimga qanaqa xizmat bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar, qilib beramiz. Krashvinli deganda endi buni puli ham qiziq, ko'pchilikga pulini tushuntirib bersak, buni puli 1 kvadrati 1.500.000 so'mda, hamma yo'g'i ichida olib borib o'rnatib beramiz. 1.500.000 dan. Kvadrati 750 dan boshlanadi, 1.500.000 gacha bor mana. Mashinalarimiz magnitli zamok, rezinka, hamma yo'g'i xudo xolasa zo'r bo'ladi. Kraskalariga keladigan bo'lsa, kraskasi asha qimmat kraska sepiladi. Krashvinli bu xudo xolasa xizmat qiladi, optolarga ham hamma yoqqa chidoradi. Laminatdan juda kuchli bu. Optolarga ham hech narsa bo'lmaydi. O'zim uyimda qurganman. Xudo xolasa 6-yil, hech narsa bo'lgan yo'q. Bular mana krashvinli o'zimizning manzilimizga keladigan bo'lsa, manzilimiz Bulovoshida, Bulovoshiga qo'yib berdik buni. Klientimiz o'zimiznikini ko'rib, havas qilib, menga mana shundan qilib bering dedi. Inshaalloh mana Xudo xolasa go'zal qilib berdik. Endi mo tashqarilarda akfam bor. Akfani qilib berasiz deyapti. Akfasini ham o'lchab oldik. Endi akfasini ham boshlaymiz inshaalloh. Kimga qanaqa xizmat bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Bizning manzilimiz Andijon Buloqboshi. Vodiy bo'ylab o'rnatish bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Inshaalloh Xudo xolasa mana telefon qila olasizlar. Oldindan hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etinglar.